Assalomu alaykum, hurmatli qadrdonlar. Charchamayapsizlarmi? Efirda yana Ulug'bek, sizlar bilan Ibor Parkent kanali bitta uy obzorini ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Bizdan uzoqlashmanglar, like va podpiskani bosib qo'yadigan bo'lsanglar, bir piyola choy ustida sizlarga uyni ko'rsatib o'tamiz. Bizani bugungi lokatsiyamiz Qayilma mahallasi Tong ko'chasida bo'lyapti. Ya'ni hozirgi hammamiz bilgan Kultepa, Toshkentga nisbatan bu yoq bir 15-20 kilometr atrofida chiqadi. Lokatsiyasi juda ham ajoyib joyda. Hozir ushbu hududga bo'lgan talab juda ham yuqori. Chunki kanalizatsiya ham juda ham yaqin joylashgan. Hozirda bu ko'chaga kanalizatsiya kirmagan, lekin suv, svet, gaz kabi barcha vositalari mavjud. Mana bu yerdan gaz o'tgan, elektr, suvlardan umuman muammo yo'q. Sizlarga aytmoqchi bo'lgan xonadonimizning umumiy maydoni 8 sotuvni tashkil qilyapti. Fasad qismi 20 metr, ichkariga qarab 40 metr kiryapti. Tep-tekis hudud. Xonadonimizni ko'rishingiz mumkin. Hammasi sifatli qurilish mahsulotlaridan qurilgan ushbu mulkimizda tashqari taraf hozir xuddi shu holatda, ichkarilari suvdan chiqarilgan, deyarli yashash uchun tayyor bo'lib turibdi. Fundamentlarni ko'rishimiz mumkin, juda ham baland va pishiq qurilgan. Bismillah, kirishimiz bilan xuddi shunaqa darvozasi. Navislari ham juda ham baland. Ichkariga qarab 4 ta mashinani olib kirib qo'ysak bo'ladi. Kirishimiz bilan chap qo'limizda birinchi podvalimizni ko'rishimiz mumkin. Bu yoqni qazib yana ham chuqur qilish imkoniyatimiz mavjud. Fundament ancha ichkarigacha kirgan. Kirishimiz bilan chap qo'limizda joylashgan 3 ta uy, bitta ayvoni to'laligicha pol paneldan chiqarilgan. Hozirda bu yoqda ijarada yashab turgan okalarimiz bor ekan. Kirishimiz bilan o'ng qo'limizda bitta katta mehmonlar uchun mo'ljallangan xonamiz bor bo'lib, bu yoqni uzunligi 7 metrga 5 metrni tashkil qilyapti. Bu yoqni ham tak qismi to'laligicha podval hisoblanadi. Faqat bu yoqga hali pol panellar qoqilmagan ekan, suvoqdan chiqarib qo'yilgan. Qurilishiga alohida e'tibor bersalar, mehr beriladigan joyi. Demak, bu yoq o'rtada zeleniy zonamiz, umumiy shu hududgacha 4 sotuv bo'ladigan bo'lsa, narigi mana shu devordan terakgacha, terakdan setkigacha bo'lgan hududimizda yana 4 sotuv bo'lyapti. Umumiy 8 sotuv maydon, yarmida toki bor. Bu yoq qismida hech narsamiz yo'q. Yashil hudud. Xohlasanglar bu yoqni chiroyli qilib daraxtlar, manzarali daraxtlar, mevali daraxtlar ekib qo'ysanglar bo'ladi yoki issiqxona sifatida foydalanishimiz ham mumkin. Endi bu yoqdagi bitta xonalarni ko'rib chiqamiz. Ushbu 1, 2, 3 ta xona, bitta ayvon uchun ikkita kirish qismi mavjud. Bu birinchisi, bu ikkinchisi. Hozirda bu yoqdan kirib sizlarni ushbu xonalar bilan, shart-sharoitlari bilan tanishtirib chiqamiz. Demak, ichkarini ko'ramiz. Chiqishimizni zinapoya qilingan. Bismillah. O'rtada hozir oshxona sifatida foydalanishyapti. Ichkariga gaz olib kirishgan. Bu yoqda kirishimiz bilan chap qo'limizda bitta katta zalimiz, xohlasanglar mehmonlar uchun mo'ljallangan bitta xona qo'yish imkoniyatimiz ham mavjud. Demak, bu yoq suvoqdan chiqarilgan, oqlab ko'klab tepaga gipsokartonlar qoqib qo'yilgan. Ikkinchi xonamizni ko'rishimiz mumkin. Bu yoqni bemalol kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona sifatida foydalansak bo'ladi. Shkaflari qoqib qo'yilgan, suvoqdan chiqarilgan. Simon suvoq qo'yilgan. Kelajakda shu uyga olish istagini bildirayotganlar bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Qolaversa, ushbu uyga egalik qilgandan keyin o'zlarini didiga qarab bemalol jihozlab olishsa bo'ladi. Ayvonimiz juda ham katta. Qolaversa, bu yoqga akfa eshik romlar qoqib qo'yilgan. Demak, 3-xonamiz bu. Bu yoqni bolalar yotoqxona sifatida bemalol foydalansak ham bo'ladi. Shiftlari juda ham baland qilingan, adashmasam 3,5 metr atrofida bu yoq. Tepaga gipsokartonlar qoqib qo'yilgan. Ayvon qismimiz mehr beriladigan bo'lsa, juda ham ajoyib kattagina hovli bo'ladigan joyi. Endi esa bu tepa qismida e'tibor beramiz. Ustunlari ham juda ham mustahkam. Tunukalarni ham sifatli qoqilgan tomga. Demak, sizlarga aytib o'tayotgan chegaramizda mana bu setka bo'lyapti. Mana setkadan terakgacha bo'lyapti. Terakdan
Mana bu devorimizdan bu yoqqa to'g'ri o'tadi. 20 ga 40 tep-tekis to'g'ri burchak shakldagi maydonimizda. Mana bu yoqda aytib o'tgandek, toklarimiz bor. Hozir hosilga kirgan. Hozirda ushbu shinam mulkimiz uchun so'ralayotgan summa 120 mingni tashkil qilyapti. Past tarafda doimgidek aloqa chiqish uchun nomerlarni qoldiramiz. Bemalol o'zingizlar naqd pul bilan kelib kelishtirib olsanglar bo'ladi. Qo'shimcha savollar uchun o'zimizga murojaat qilishinglar mumkin. Agar mabodo Parkent hududidan yer olmoqchi bo'lsanglar yo mulk olmoqchi bo'lsanglar, narxlar haqida ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga aloqaga chiqinglar. Sizlarga hamma ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Bizdan yanada ko'proqni kutib qoling. Uy bor Parkent kanali maxsus sizlar uchun. Rahmat.